Assalomu alaykum. YouTube kanalimiz obunachilari. Albatta yoshona mebelimiz to'nakasini tugatdik. Balandligi 2.30 bo'lgan, uzunligi bu taraf 2.30, bu taraf 2.10 bo'lgan. Bu joylariga tepasiga alison qo'yilgan shkaf qilib berganmiz. Taylari pulkali variantidan foydalanganmiz. Bu joylarda mo'kasi, simisitili, sushulkasi, bu tagida musor paqiri, bu yerda qoshiq pichoq soladigan poddomlari bor. Bu joyga gaz plita qo'yganmiz, tepalariga vitishga qo'yganmiz. Ulab ishlashga tayyor qilib berganmiz. Bu yerda gaz plita. Gaz plita ham tayyor, mikrovalnovkani ham tayyor joylarni ochib qo'yganmiz. Bu joyga kir mashinasiga joy qilib berganmiz. Kir mashina bilan mebelda tashti rangi bir xil variant qilib berdik. Xo'p, bu joylariga polkali variant qilganmiz. Butlari ham polkali bo'lgan. Buni tepasi ham polkali bo'lgan. Xo'p, osha-moshalari 100% davchi vakuumli original osha-mosh qo'yib berganmiz. Ruchkalari quyma ruchka bo'lgan. Osha-moshalarning chiqish variantidan qo'yib bergan. Chiqarib, bemalol joyga apchilib qo'yib qo'ysa ham yaramas. Jinjali qildi. Korpuslari keladigan bo'lsa, rossiyskiy kiranoskol laminatidan foydalanganmiz. Stolishnicasi qalinligi 3.8 lik ultradekor pigmaniki bo'lgan. Oldi fasadlari turetskiy akril kashtan imanikidan foydalanganmiz. Oyoqlarini yopiq oyoq qilib berganmiz. Balandligi stolishnicagacha 90, 90dan keyin 60 kafe, 60 dan keyin tepasi 70 sm, 75 sm tepa eshik bo'lgan. Xo'p, manzili Andijon viloyati Paxtaobod tumani Uyg'ur qishlog'iga Maqsud akaning xonadoniga olib kelib o'rnatdik mebelimizni. Narxiga qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa, bir pagona metrini 2.500.000 so'mdan qilib berdik. Gaz plita, vitishka, mo'ka grant uy egasidan bo'ldi. Dastlabki ustanovkalari bizdan, mo'ka, simisitil, sushulka, qoshiq paddom, musor paqiri bizdan bo'lgan. Kir mashinadan uy egasi olib bergan. Kim shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Like, podpiska boshida esdan chiqmasin. Rahmat hammanglarga.